Assalomu alaykum aziz tomoshabin, qadrli yurtdosh. Efirda men Chinor, siz bilan Zafar Dutayev. Bugun men sizlarga O'zbekiston Respublikasida prezident tomonidan tashkil etilgan, lekin hech kimga bir nafi tegmaydigan, foyda keltirmayotgan, keltirsa-da faqat o'zining, ya'ni vazirlikning o'zida ishlovchilar va boshqarmalarda bo'limlarida ishlayotgan rahbarlaridan boshqa hech kimga nafi tegmaydigan vazirlik haqida gapirmoqchiman. Bu vazirlik to'g'ri topdingiz. Kambag'allikni qisqartirish va aholini bandligini ta'minlash vazirligi. Prezident joriy yilning boshida bir oyning ichida 225 mingta fuqaroni ish bilan ta'minlangani to'g'risidagi hisobotni o'qib eshittirdi. Bu raqamlar qayerdan kelgan? Bu raqamlarning ostida qanday jarayon yuz berayotgani bilan u qiziqmadi. Lekin aslida haqqoniy ravishda shuncha odam ish bilan ta'minlandimi? Buni faqat kambag'allikni qisqartirish vazirligiga tegishli bo'lgan shaxslargina biladi xolos. Bugun bu vazirlik soliq tizimi, banklar tizimi va mahalla tizimlariga bemalol va bilvosita aralashish huquqiga ega, foydalanish huquqiga ega. Qanday qilib? Ya'ni mahallaga kimdir yordam so'rab boradi. Bolalarning puli, moddiy yordam puli va hokazo ishlar bilan yordam so'rab murojaat qiladi. O'shanda mahalla faollari unga sizga biz yordam puli ajrata olmaymiz. Borib soliqdan o'zingiz band qilib qanchadir summani to'lab keling deydi. Va shu bilan unga yordam puli ajratilish imkoniyati yaratiladi. Vaholanki mana shu ish bo'lmasa, unga yordam puli ajratilmaydi. Va bu nima uchun kerak? Bu o'sha yordam puli so'ragan odamni o'zini o'zi ish bilan band qildi deb ma'lumot, hisobot topshirish uchun kerak. Yoki nimadir masala bilan qiynalib turgan oila bankdan katta foizlarda majbur bo'lganidan kredit oladi. Va bu kredit olgandan keyin uni ham kambag'allikdan qisqartiriladi. Yoki bo'lmasam boshqa mana shunday holatlarda odamlarni kambag'allik ro'yxatidan o'chirib, o'zini o'zi ish bilan ta'minlandi degan hisobotni prezidentning stoliga qo'yishadi. Va prezident buni o'qib eshittiradi. Va natijada shuncha odam yolg'on ish bilan ta'minlanadi. Lekin vaziyatni orqasini surishtirib, tagini tekshirib ko'rsa, hech bir inson o'zini o'zi ish bilan ta'minlamagan bo'lib chiqadi. Vaholanki bu tekshirishlarni hech kim amalga oshirmaydi, hech kim uni orqasini surishtirmaydi, tekshiruv ishlari ham bo'lmaydi. Shunchaki raqamlar o'qib eshittiriladi va biz mana shuncha ish qildik deb o'rnidan turib hamma qarsak chaladi. Lekin bugun mana shu vazirlik umuman kerak yo'q deganlar kommentariyada o'z izohlarini qoldirishi mumkin. Qaysi bir inson borki o'sha kambag'allikni qisqartirish vazirligining foydasidan, yordamidan bugun foyda ko'rdi? O'zini boylar qatoriga, mayli boylar qatoriga bo'lmasin, jilla qursa o'rta miyoni yashayotgan bir oilalar qatoriga qo'shildi. O'sha kambag'allikni qisqartirish vazirligining sharofati, karomati bilan. Afsuski bugun hech bir inson men mana shu tashkilotning yordami bilan oyoqqa turdim deb ayta olmaydi. Chunki bugungi kunda mavjud tuzilmalarning talablari, shartlari, nizom va tartiblari odamni kambag'allik botqog'idan chiqib ketishga aslo yo'l qo'ymaydi. Aksincha, uni qarz botqog'iga botirib, boridan ham ayiradi. Yeydigan yarimta nonini yarimta qiladi. Bu vazirlikning xalqqa tegayotgan foydasi, qo'shtirnoq ichidagi foydasi mana shu. Demak, shunday ekan, bu vazirlikning aslo keragi yo'q.
uning o'rniga boshqa bir alternativ yo'llarni izlab topish eng muhim va dolzarb, hozirgi kunda eng kerakli vazifa deb hisoblayman. Va buni iloji ham bor. Faqat bunga muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev va muhtarama Saida Mirziyoyevalar bosh qo'shsa, butun aholi hech qanday xarajatlarsiz, hech qanday milliardlarsiz o'zini o'zi ish bilan ta'minlanadi. Mana bu ijtimoiy tarmoqlarda, ayniqsa Instagram sahifalarida YouTube'dan pul ishlash imkoniyati haqida bot gapiriladi. Men masalan YouTube'dan bitta video qo'yib, mana shuncha ishladim, 19 million ishladim, 20 million ishladim degan gaplar aytilyapti. Vaholanki shunday pul ishlashning imkoniyati bor, lekin hozirgi davrda YouTube O'zbekistonga monetizatsiyani qo'shmaganligi sababli bu gaplarning barchasi yolg'on, fisqi, fasod va uydirma. Qachonki muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev va Saidaxonim Mirziyoyevalar bosh qo'shib ushbu ishni amalga oshirsalar, butun O'zbekiston ahli 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan hamma o'zini o'zi ish bilan ta'minlaydi. U uchun katta mablag'ni yo kreditni ham keragi yo'q. Vaholanki monetizatsiya bu chegarasi yo'q imkoniyat degani. Siz o'z uyingizda o'tirib oddiy telefoningiz orqali pul ishlaysiz. Kambag'allikni qisqartirish vazirligi damini olsin. Chunki u bu imkoniyatni yaratib bera olmaydi. Dunyoda 7 milliard aholi bo'lsa, shundan 2 milliardi mana shu ijtimoiy tarmoqda faoliyat yuritadi, kuzatadi. Demak, bu narsani qachonki prezident amalga oshirsa, O'zbekiston xalqi, eng quyi qatlamdagilar ham o'ziga o'zi imkoniyat yaratgan bo'ladi. Shuning uchun prezidentimizga mana shu istak, mana shu o'zbek xalqiga, o'z xalqiga shunday imkoniyatini yaratib berish xohish istagini yaratgandan so'rab qolardimki, toki prezident boshqa sobiq ittifoq davlatlari singari o'z xalqiga mana shu yaxshilikni, mana shu ezgulikni ravo ko'rsin. Toki pulim yetmayapti, pensiyam hech vaqo bo'lmayapti, olgan oyligim o'zimizni yegan ichganimizdan ortmayapti degan insonlarga bo'ladigan katta bir ko'makning, katta bir yordamning asoschisi bo'lardi va qanchadan qancha xalqning duosiga, olqishiga sazovor bo'lardi Shavkat Mirziyoyev prezidentimiz.